Idish yuvadiganlarga allergiya dedi. Kontaktni allergический dermatit ekan. Ha, shunaqa dedi ular. Menga mazlarini berdi, boshqa qildi. Uni surkadim, baribir bo'lmadi menga. Qichish paydo bo'ldi birinchi. Undan keyin davolandim. Davolangandan keyin bu baribir yana davom etaverdi. Yaxshi bo'lmadim. Oxiri shu Qancha bo'ldi shu narsa? 1 yil bo'ldi. Nimadan keyin paydo bo'ldi? Nima deb o'ylaysiz? 1,5 oylik bola baxtim. U bolada bor edi ekan. Ha. Unaqa narsa bor edi ekan. Kontaktni allergiya Davolatdim. Yaxshi bo'lib ketdi u bola. Bola yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lib ketdi. Qichishadi, yuragimni ezib tashlaydi. Yig'lagilarim keladi, to'g'risi men mana shuni nimasidan dod degim keladi. Diazalin ichaman, shu bilan yaxshi bo'laman. Uxlayman. Bo'lmasa uxlolmayman. Lekin ashuni olib ichib ko'ringchi, yaxshi bo'ladigan bo'lsa keyin yana olaverasiz dedi. 1 oy bormadi. Bormasdan turib, lekin nimasini effektini bildim men buni. Hali davom ettirish niyatimiz bor. Bor, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar. Va'da berganimizdek biz bizni kuzatuvchilarimiz, foydalanuvchilarimiz xonadonlariga tashrif buyurishdan charchamaymiz. Vodiy safarda ekanligimizdan ya'ni xabaringiz bor. Keyingi manzilimiz Andijon shahrida, hurmatli Feruza opamning xonadonlarida, ostonalarda ko'rishib turibmiz u kishi bilan, Feruza opam bilan. Juda ham chiroyli bog'lari bor ekan, shuni oldida o'tirib gaplasha qolamiz dedik. Feruza opa, bizani vaqt ajratib qabul qilganingiz uchun kattakon rahmat. Avvalambor salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Rahmat sizlarga ham. Kattakon. Feruza opa, yoshingiz nechida? Yoshim 43 ta. Bu kasallik mana sizda kontaktni allergiya dermatit holati. Ya'ni tashqi ta'sirlar natijasida paydo bo'lgan allergiya dermatit holati. Qachon paydo bo'ldi, qanaqa kechdi, nima lecheniyalar qildingiz, shu haqida 2 og'iz. Menda bu dermatolog nimasida qichish paydo bo'ldi birinchi. Undan keyin davolandim. Davolangandan keyin bu baribir yana davom etaverdi. Yaxshi bo'lmadim. Oxiri shu Qancha bo'ldi shu narsa? 1 yil bo'ldi. Nimadan keyin paydo bo'ldi? Nima deb o'ylaysiz? O'zi naslingizda allergiyaga moyillik bormi? Yo'q. Aslida yo'q. Men jiji baxtim. 1,5 oylik bola baxtim. U bolada bor edi ekan. Unaqa narsa bor edi ekan. U bolani qayerlarga hamma yoqqa olib bordim. Olib bordim, davolatdim. Yaxshi bo'lib ketdi u bola. Bola yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lib ketdi. Menda qolib ketdi. Men holi 1 yildan ham pashta o'tdi desam ham bo'ladi bu narsani. U bola mana hozir 2 yashar bo'lyapti. Men 1,5 oylikda baqqanman u bolani. O'shandan beri azob chekasiz. Shundan beri azob chekaman. Qanaqa ekan azobi buni? Rosa yomon ekan buni azobi. Ko'pchilik allergiya etsa, allergiya deydi. Yo'q. Buni men dushmanimga ham ravo ko'rmayman masalan. Bunday olib qaraganda. Azobi nima bilan kechadi? Qanaqa kechadi azobi? Qichishadi, yuragimni ezib tashlaydi. Yig'lagilarim keladi, to'g'risi men mana shuni nimasidan dod degim keladi. Uyqu yo'q. Uyqu yo'q. Kechasi qiynaladi. Rosa bezovta qiladi. Oxiri diazalin ichaman, shu bilan yaxshi bo'laman. Uxlayman. Bo'lmasa uxlolmayman. Lekin ashuni nimasini ichaman, o'zim ash bilan yaxshi bo'laman. Bo'lmasam bo'lmayman. Hech internetdan mahsulot xarid qilib ishlatganmiz shu vaqtgacha? Yo'q. Qanaqa qilib ishonib Dermalife kompleksga a'zo bo'lib qoldingiz bizada mahsulot? Buni menga qaynopam tashlab berdi. Mashina olib iching dedi. Telegramdan tashlab berdi. Mashina ham olib ichib ko'ring, kelin dedi. Shuni oxiri toptirib nima bo'lsa bo'lsin deb qo'shnim bilan telefonlashdik. Eslasanglar, qo'shnim telefon qildi. Qilib men pul berib turaman, mayli, sizga dedi. Ashi pul berib turdi 800 ming. Ashuni olib ichib ko'ringchi. Ashuni olib ichib ko'ringchi, yaxshi bo'ladigan bo'lsa keyin yana olaverasiz dedi. Ammo ichdim, ashi bilan nimalarimni bildim, yaxshi bo'lishini. Shu vaqtgacha qilgan lechenialaringizni bitta taroziga qo'ysangiz va buni bitta taroziga qo'ysangiz, qanchalik tez yuk bosishni boshladi? Ya'ni qutulishni boshlaysiz bu holatdan. Men mana shu dermatologda nimasi bilan qutulishni boshladim. Dermalife kompleksi. Mashina ichib nimasidan qutulishni boshladim. Biz dermatologlarga murojaat qilganmiz. Teri kasalliklari bo'yicha vrachlar. Yo'q, umuman kasallikka murojaat qilganmiz. U yoqda kasalliklarga anaqa qildim. Bordim, anaqa qildim, ko'rsatdim. Endi ular anaqa qildi-yu. Anaqa dorilar yozib berdi, endi arzon dorilar yozib berdi. Nima deydi? Yodlarni surkang dedi, shularni qildim. Yo'q, toshmalar butun badan bo'ylabmi? Yo'q. Bitta mashq bo'limda xolos. Mana shu yerda oyog'imda bor edi. Oyog'imdagi ham yaxshi bo'lib ketdi. Yaxshi bo'lib ketdi. Faqat kaft sohasida. Hozir endi kaft sohasida bor edi, bu ham hozir mana hila yo'qolib ketdi. Nimalarga e'tibor berdingiz? Ya'ni mana Dermalife kompleks mahsulotini ishlatishdan tashqari parhez choralari parhezga berdim. Qo'shimcha vitamin komplekslar deymiz.
O'shalarga berdim. Endi hozir men qizil, shira, shunaqa narsalar yesam, lekin nima bo'ladi? Chiqadi. O'shalarni yemay qo'ysam chiqmaydi. Biz aytgandek parhezlarga rioya qilyapsiz. Asabiylashmayapsiz. Asabiylashsam mana shunaqa chiqadi. Shunaqa chiqadi. Chunki kontaktni allergik dermatit holati shunaqa narsaki, ba'zan asab bilan ham kechadi. Chunki asab bo'lgan payt organizm o'zidan gormon ishlab chiqaradi. Gormonlar o'z navbatida mana bunaqa reaksiyalarga sabab bo'ladi. Hozirgi holatingiz qanchalik ijobiy? Mana 100% deb kategoriyada olsangiz, necha foizga yaxshi bo'ldim deb hisoblaysiz? Men 50% yaxshi bo'ldim dedim. Kerak bo'lsa, 50% yaxshi bo'ldim. Lekin Bir oyda, rahmat. bitta kursda. Bitta kursida Hali lecheniya davom ettiryapmiz. bir oy ham bormadi. Bir oyga bormadi. Bir oy bormadi. Bormasdan turib, lekin nimasini effektini bildim men buni. Hali davom ettirish niyatimiz bor. Bor, xudo xolasa. Feruza opa, sizga o'xshab mana ekzemalardan, kontaktni allergik dermatit, neyrodermit kasalliklari bor-da. Shulardan aziyat chekayotgan odamlarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Agar kimdirda bo'lib qolsa, xudo ko'rsatmasin. Qildim. Qildingizmi? Menga telefon qilishdi, men nomerimni berishibdi. Menga telefon qilishdi, opa nima bo'ldi? Men aytdim, men bir oy ham bo'lgani yo'q ichganimga dedim. Rosa yaxshi effektini bildim dedim. Buni sovuni bor ekan, ikkita maza bor ekan, ichadigan narsasi bor ekan dedim. Lekin o'shalarni ichdim, ashlarni qildim, effektini bildim. Hattoki rasmga olib o'z qo'llarimni tashab berdim. O'shalarga tashab berdim. Kuzatuvchilar ya'ni sizga telefon qilib, nima bo'ldi deb so'rashdi. 4tasi menga telefon qildi. Mana shunaqa meni o'g'lim dedi 2 yildan beri mana shunaqa nima bilan qiynalyapti. Katta bo'ydoq bola ekan. Qiynalyapti dedi. Men dedim mana bo'lganimga o'zi 6 oy, 7 oy bo'luvdi dedim. Ashuni atrofida men yaxshi bo'lmadim. Shuni ichib yaxshi bo'ldim dedim ularga. Desam, bo'ldi men ham ashuni olaman dedi. Ichamiz bo'lmasam biz ham ashuni nima qilib deb ular ashuna dedi. Men 3-4tasiga aytdim. Sanjar Beymidi nima haligi ashi bola Samandar. Assistentimiz. Ashi bola meni nomerimni bergan ekan. Menga aloqaga chiqishdi ular. Farg'onalik ekan bittasi Namanganlikmikan shunaqa. Demak, mana bunaqa qarang, mana bir narsani birovga tavsiya qilishdan oldin o'zingizda foydalanib ko'rgan bo'lishingiz kerak-da. Ya'ni bitta dorini, misol uchun mana shu dori meni boshim og'rig'ini yaxshi qoldirgan deyish uchun avval o'zingiz ichib ko'rgan bo'lishingiz kerak, to'g'rimi? O'zidan o'zi aytib yuboramiz. Yo'q, aytib yuboramiz. Demak, qo'rqmasdan tavsiya qila olasiz. Tavsiya qila olmayman, men xudoga nima qilib. Kutganmidingiz Dermalife kompleksidan birdaniga shunaqa natija bo'lishi mumkin? Yo'q, kutmagan edim hech ham. Mana xudoga shukr. Ketkizgan pulingizga rozisiz? Roziman, ming marta roziman. Hamma yo'g'imga roziman. Albatta. Hamma nimalarimga ming marta roziman. Sizlar ham nima bo'lsa rozi bo'linglar, qilgan mehnatinglarga, kelganinglarga ham rozi bo'linglar. Biz uchun bilasizmi, Feruza opa, bitta narsa bor. Ba'zan negativlarni eshitasiz-ku. Bunaqamidi, unaqa kasal bo'lishi mumkin emas, davolanish mumkin emas degan gaplar bo'ladi. Men aytaman-da, 1000 ta negativ ichida bir dona odam men yaxshi bo'ldim deb samimiy mana sizdagi fikrini bildirsa, hamma qilgan og'ir mehnatlaringiz esingizdan chiqib ketadi. To'g'ri. Alhamdulillah, shuning uchun gruppalarda ham yozdim. Men buni ichib, men yaxshi bo'ldim. Shu gruppada siz gapirasiz ekan, ashuni ham gapirdim. Hurmatli nimalarga nima qilib turib, olib ichinglar. Men yaxshi bo'ldim. Men bundan foyda topdim deb naqalarni yozdim. Gruppaga ham yozdim. Eshitgan bo'lsanglar, bilmadim ama lekin. Yo'q, men doim eshitaman. Chunki ertalab e'tibor bergan bo'lsangiz, ertalab 8 dan kechqurun 8 gacha tinmasdan javob berib o'tiraman. Ko'pchilik aytadi, bu o'zining odami, ammasi, xolasi. Yo'q. Mana bugun birinchi marta ko'rishib turibmiz Andijon shahrida. Mani vodiyda qarindoshlarim yo'q. Birinchi marta kelyapmiz. Mana o'z zo'rg'a topib keldik bu joyga ham. 10 marta so'rab, yo'lda ham, boshqani ham. Vaqtingizni ajratib, ishingiz ko'p bo'lishiga qaramasdan bizga vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat. Sizni ham ko'p ishdan qoldirmaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Kuzatuvchilarimizga nima fikrlaringiz bor? Kuzatuvchilarga ming marta rahmat. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Hamma dardiga shifo bersin. Hammasiga shifo bersin. Shifo bersin. Shifoli bo'lsin. Ular qatori menga ham shifo bersin, ularga ham shifo bersin. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarga ham tan joninglar sog' bo'lsin. Rahmat kattakon. Biz xursand bo'ldik bunaqa samimiy qabul qilganingizdan. Ko'rinib turibdi xarakteringizdan dangalchi ayolsiz. Yo'q. Bori bor, yo'g'i yo'q deydigan ayolsiz. Ortiqcha bir narsalar uchun, qanaqadir manfaatlar uchun yo'q narsani gapirib qo'yadigan odam emassiz. Keyin odamlarni ko'yniga qarab ham xafa bo'lib qolmasin deb ham gapirmaysiz. Bor gapni gapirasiz. Xarakteringiz shunaqa. Men chunki mana nima tomondan ham naqam bor-da, necha bo'lsa ham. Nima deydi, doktorlik tomonimdan ham xabarlarim bor. Men qo'shnilarimga ham, qo'shnilarimga ham qo'l qilaman, nimalarimga ham nima qilaman-da. Shuning uchun bunaqa narsani ko'proq tushunaman. O'zim tushunaman. Shunga ko'p odam nima deydigan bo'lsa, mana qiling deb beraman-da men. Shuning uchun anaqa qilmayman.
qattiq gapiramanda. Ha. Endi ko'pchiligi mendan so'raydi. Mana shu yerda turishib, mana qilsam bo'ladimi, ana qilsam bo'ladimi deydi. Ha, shuni qilinglar deyman-da men ham. Endi tavsiya beraman. Grip bo'lib qolsa, Siz ham o'zimizga yaqin odam ekansiz. shamollab qolsa ham yo'g'ini anaqa qilib, lekin o'qimaganman. Shunisi bor, o'qimaganman. O'qiganingizni zo'r vrach. O'qiganimda voy-du. Mayli, Mana salomat doktorlar tusholmagan tomiriga, go'daklarga, jijilarga tomirga tushaman, ukol qilaveramanda. Masalan, mana shu domim bo'lsa, mana shuncha domimni asli jijilarga ham ukol qilgan chaqirishadi. Siz ko'pchilikka kerak odam ekansiz. Hech qachon kasal Shunaqa bo'laman, xudo xolasa. Xizmatida yurgan ekansiz. Qo'lingiz dard ko'rmasin iloyim. Rahmat. Hurmatli Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi kuzatuvchilari, aziz vatandoshlar, agar kimdaki ikkilanish bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa samimiy opalarimizni fikr mulohazalarini eshitib, o'z xulosa chiqarasiz degan umiddamiz. Dermalife teri sog'lomlashtirish markazi sizni teringizdagi muammolarni tabiiy yechimi hisoblanadi. Bizni kuzatishda davom eting. Allohdan barcha bemorlarning dardiga komil shifo tilaymiz. Salomat bo'linglar.